Dostlar selam, men stiliz Galiya Safina ham biz sizning bilan bugun bik motorning shiratdagi chiqarilishida. Biz bugun tatar xalq aksessuarlarini nishigittirib, zamonlashtirib, bulut turunda сөйләшәчәкбез. Hozir men o'z yanıma Faridani chaqirib ketam. Farida kelalim. Faridaga biz shunday motor oqsil tuslardan turgan obraz jidik. Bu obrazning negizi etib biz mana shunday qisqa bejavoy tusda etak oldik. Ham shu tusga to'g'ri keltirib shapka va mana shunday tupaz oyoq kiyim sayladik. Hozirgi sezonda oshiq tuslar bikda aktual. Ham shulayq bu obrazning o'zinchaligi ol tatar xalq mo'yinsasi. Bu mo'yinsani siz turli üst kiyimlari bilan kullana olasiz. Hozir sizga Farida obrazni ko'rsatib ketam. Ham bu obraz to'liq bo'lib ko'rinsin uchun biz bu obrazga dublyon ko'rsatib ketamiz. Hozir shunday dublonkalar bikda aktual. Shulayq men bu obrazga sumka istim. Oqsil tusda bazaviy sumka. Hozir bu obraz bizning shunday motor bo'lib to'lanib ketdi. Oqsil tusdagi aktual kuzgi obraz. Hozir men o'z yanıma Faridani chaqiram, ham biz Faridaga trendlar bo'yicha yig'ilgan obrazni qarab ketamiz. Bu obrazda bizning eng top trend ul zangar tus. Shulayq biz bu obrazga leginsi ham mana shunday biyiq tupaz botinka kiydik. Shulayq bu obrazning asnovasi bo'lib mana shunday oq tusdagi vodolaska ham remень kullandik bu obrazda. Shulayq narsa aytasi kela biz bunda tatar xalq aksessuarlarini dag'in kullanib ketdik. Bunda siz ko'rishga mumkinsiz. Mana shunday motor olqalarni ham shunday motor tubatay. Kichkinagina bikdagin elegantni tubatay. Farida ayda obrazini ko'rsatib ketadi. Obraz to'liq bo'lsin uchun biz sumka qo'llanirga mumkinmiz. Mening Faridaga mana shu motor sumkani berasim keladi. Shulayq siz bu obrazga pelta yoki qora tusdagi dublonkada qo'llanirga mumkinsiz. Hozir biz 3-chi obrazni qarab ketamiz. Faridada bizning bikda женственный obraz. Bu obrazning asnovasi etib biz qora pallatsi shalbar oldik. Mana shunday keng qora shalbarlar bizning hozir bikda aktual. Ham shunday qora shalbarlarga turli üst kiyimlari to'g'ri keladi. Biz bu obrazga olsu tusdagi rubashka istadik. Ham shulay etib oyoqda bizning kazaki. Tatar xalq aksessuarlaridan biz mana shunday motor shesh aksessuari oldik. Ul bizning obrazga bir turli izyuminka istab jiberdi. Farida ayda obrazni ko'rsat. Siz bu obrazda kafega, restoranga do'stlaringiz bilan прогулкаларга da bora olasiz. Hozir biz so'nggi obrazni qarab ketamiz. Faridada shunday нежный obraz. Bu obrazning negizi etib biz ekokojdan yasalgan qisqa etek oldik. Ham shunga motor atlas ko'lmak kiygizdik. Shulayq bu obrazning negizi bo'lib bizning tura kazaki. Kazaki hozirgi sezonda bikda aktual. Ham siz uni turli üst kiyimlari bilan o'zaro сочетать eta olasiz. Tatar xalq aksessuarlarına kelganda bizning bunda shulpalar İxtibar etsəgiz, bu şulpularda bizning şəməxə kürən tüslər, onlar bizning külmək bilən bikdə motor kilişib duran. Şulayıq bu obrazda bizning tübətdəy.
Мондай образда сіз бірер мероприятиеға дусларығыз білен прогулкаларға бара аласыз. Мен бұл образға шулай ук үстеп кетер едім сумка. Фәриде, әйді образны көрсетелі. Dostlar, əgər sizə bugünkü obrazlar uşadı ikən, siz onlarını gamma kibitindən olasınız. Big zor rəhmət etəsiz ki, gamma kibitindən siz onda big motor kiyimlər, türlü tüstəgi stilli evirlər taba olasınız. Şulay yox, big zor rəhmət etib kitəsi ki, Şək muzeyina bizə zavıqlı tatar xalq aksesuarların birgənləri üçün. Dostlar, sizə qoysa obrazlar uşadı, kommentariyalarga yazığız, kütüb qalabız. Kilesi çıxarılışqa qədər sağ olun.